Jipiroq bugun ikkinchi kun. Xolangni yo'qotsang yo'qot, bo'lmasa o'zim seni yo'qotib yuboraman. Ja qo'rqib ketdim-da. Shunaqa katta uyda tashlab ketadigan ahmoq yo'q, kerak bu so'zingizni yo'qoling, tushundingizmi? Ha, molpara. Sen meni mol davlatimga ko'zing uchib tekkansan. Tavba, milliarderdek gapirishiga o'laymi? Bu cholni o'zi bitta narsasi chirib qolgan uyi. Mol epsan, gapmi Nimasini eshitaman? Javraganiz javragan. Kelganimga bir kun bo'lgan yo'q, qilog'imni yamdi yedingiz o'zi. Shunaqa izmi cholligingizni bilganimda o'lsam ham erga tegmasdim. Kim o'zi senga jirtillab erga tegsin dedi. Qisib o'tirganingda o'zimni qora oyimni uylantirardi oyim majbur bo'lib. Qusov basharangni nimasi yoqqan hayronman. Ko'rgan odam itlar jimirlab ketadi. O'zingizni turqingizni biling, sovuqligidan oqamas qoravoylar yopishibdi o'zi sizga. O'zi bir aybingiz bo'lsa kerakki, bunaqa kech qilib uylantirib qo'ydi inajoningiz. Odatda bir yoshda o'zi erli xotinli bo'ladi hamma. Meni mana birga kirmasdim, erga berib yuborishdi. Ko'rdingizmi? Xaridorim ko'pligidan. Voyo, seni bo'ying bir qarch desam, tiling ham bir qarch ekanmi? Uzvosanmish tilchangda, inam qaramayaptimi? Inasi o'pmagan qiz olib beraman deb, inam bu inasi urmagan qiz olib keldimi deyman. Nima bola tarbiyangda harfi ham yo'q. O'zingizni biling, yosh qizlar bilan pachaklashib o'tiribsiz. Xo'jayin sizga rostini aytyapman, qaytarib yuboring. Bu faqat meni emas, sizni ham boshingiz deydi. O'lay agar aybi nima desa, tili ikki qarch tarbiya bera olmabsiz. Olmaymiz, vaziyat yo'q desa, mana kalni qo'shib yuborsangiz 100% o'xshadi.